Kela jonivorni haqiqiy tozasidan yetib kelibdi. Videoni erinmasdan oxirigacha kuzatib turinglar. Xudo xolasa narxi chiroyli bo'ladi inshaalloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz, qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari va mana bunaqangi toza arashandi bo'g'oz ishqibozlar uchun akalar bugun hafta kuniga chorshanba 2026-yil 21-yanvar sanasida akalar biz video syomkalarimizni o'sha mashhur arzonchi bo'ptimchilar qishlog'i Tepaqo'rg'on qishlog'ida kanalimizda anchadan birin chiqyap turgan kim deysizmi? Jaloliddin akamning qo'ralariga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Suymus aka. Yaxshimisiz? Ko'rinmay ketdingiz-a? Mana jonivorlar qarang. Qo'ylarda yaxshisidan yig'ib kelyapsiz, xudo xolasa akalar. Mana jonivorni qaranglar. Akalar videoni boshidan bitta narsani aytib o'tib ketay. Arashandi tozasi emas bu. Arashandi ikkinchi sorti. U tozasi bunaqa optim chiqarib sotilmaydi akalar. Mana jonivorlar. Ikkinchi sorti bo'ladi, lekin jonivorni qarang, quloqlarini. Mana. Akalar, Jaloliddin aka birinchi partiyamizga soni nechta? 10 dona. Soni 10 dona akalar, bir qora mana. Bitta obunachimiz telefon qilasizlar, xudo xolasa akalar, narxi yo'lida. Inshaalloh. Mana jonivor. Hop, buni endi Jaloliddin aka bo'ybasti qanaqa, yoshlari qanaqa? Bo'ylari so'yinga to'g'risi 80 dan 85 ga davr. 80 dan 85 ga davr bor ekan jonivorlar. Lekin qo'ylarda sifati zo'r ekan. Nima desa bo'ladi? Qarovsi qolib ketmagan, qorada turgan, yemini yeb turgan variant akalar. Mana o'zi qorini ham tashlab qolibdi jonivorni. Qarang akalar. Mana jonivorni qaranglar. Haqiqat toza narsani ishqibozlari bo'lsa akalar. Mana. Hop, yoshlari qanaqa dedingiz? Yoshlari 2dan 8 ga davr bor. Bitta qo'zi bor, oq chekkadagi. Bitta qo'zi bor ekan. Menimcha mashinasi bo'lsa kerak. Mana. Mana qo'zi ekan haqiqatdan. Mana. Jonivorni qarang, oq yuz. Endi bu bo'g'oz qisligini bilmaymiz. Bu jonim bu qo'yam bo'g'oz ekan. Bu qo'yam bo'g'oz, xudo xolasa. Mana shu, ana yelin tashab qo'yibdi o'zi. Lekin xudo xolasa bu qo'yam bo'g'oz qochib qolibdi bu ham. Bu ham bo'g'oz. Hammasi inshaalloh bo'g'oz, xudo xolasa. Mana jonivorlar. Hop, hurmatli obunachilar, 2 tishdan 8 tishgacha bor deyaptilar. Mana jonivorlar. Labo bittani o'shanda ham sho'rama, labo bittani aliflab. Qo'lga kirganini ushlang. Qo'lga kirganini ushlang. Mana chinoch ko'rsatinglarchi. 2 tish ekan. 2 tish ekan bu. Mana jonivor. Xudo xolasa naq bo'g'oz mashq qilgan. Mana jonivorlar, tagi naq mana hurmatli obunachilar. Birinchi qoringa tug'adigan ekan. Menga bo'lsin, birinchi qorin bolasini o'zim olay degan obunachilar bo'lsa akalar, shoshilib telefon qilib aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa narxi yo'lida. Hop, Jaloliddin aka bitta ikkitaga plus minuslari bo'ladi. Lokatsiyalar tashlab berasiz, kelib ko'raman deysiz. Onlayn savdo ham qilib beradilar. Xudo xolasa akalar, O'zbekistonda qaysi viloyatidan ko'rib turgan bo'lsalaring, shoshilib telefon qilib aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa kelishilgan holda O'zbekistonda har yeriga yetkazib beradilar inshaalloh. Mana jonivorlar. Endi buni bitta gap narxida Jaloliddin aka. Narxidami? Narxida. Narxini yengil qo'yib bering, xudo xolasa akalar. Telefon qilib Jaloliddin otangga rahmat, senga o'xshagan savdogar ko'paysin deysiz narxda eshitib. Narximi 6 million 800 mingdan bir joyga ketaveradi. 6 million 800 dan endi aka qo'ylaringiz arzimaydi demayman-ku, arziydi-yu, lekin o'tib bermasangiz bo'lmaydi, optimiga, xudo xolasa akalar. Mana O'ylam, hech qildim. Chiqarsam bo'ladi. Mana jonivorlar qarang akalar. Mana jonivorlar qarang. Nech o'tib beradiganingizni gapiring endi. Mana jonivorni qaranglar akalar. O'tib beradiganingizni gapiring. Bitta gap. Boshqa tortishadigan yeri yo'q. Otang rahmat deb kommentariy yozib bitta like bossa bo'ldi. 6 million 500 ming so'mdan dastavkasi. Joningiz sog' bo'lsin akalar. Mana 6,5 million so'mdan akalar nima deyapti? Narxlar ma'qul kelgan bo'lsa kommentariyada o'z fikringizni qoldirib ketishni unutmang, xudo xolasa akalar. Vodiydan so'ragan odamga o'tib beraman.
Vodiydan 500 ming so'mdan Samarqandga dastlabkasi ichida ketadi. 6,5 million so'mdan akalar Samarqandgacha dastlabkasi meni bo'ynimga deyaptilar, hurmatli obunachilar. Ketdi 6,5 million so'mdan Samarqandgacha. Vodiydan ko'rib turgan bo'lsangiz, xudo xolasa telefon qilib aloqaga chiqing. Chiroyli qilib xayrini ham qilib beraman deyaptilar, jonivorlar qaranglar. Kelib ko'raman desangiz, qo'y Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibdi akalar. Kelib ko'z bilan ko'rib bemalol olavering, xudo xolasa ishlaring bitadi. To'g'rimi Jaloliddin aka? Kelib ko'raman deganim lokatsiyani bitta tashlab beraman. Mana jonivorlar. Yaxshi bo'ladi, ko'zlarni ko'rib olishadi. Mana jonivorlar qaranglar akalar. Hop, endi Jaloliddin aka bundan keyingi partiyalarimizga qanaqalaridan? Bitta yaxshi qo'zi qo'chqorimiz bor. Bitta yaxshi qo'zi qo'chqor bor-a? Qo'zi qo'chqor bor inshaalloh. Bo'lmasam akalar videoni erinmasdan orqaga kuzatib turinglar, biz keyingi partiyalarimizga o'tamiz. Akalar, keyingi partiyamizga toza narsani ishqibozlari bo'lsa akalar, bittadan like-ni bosib turing. Xudo xolasa qo'chqorni tozasi kelibdi mana. Haqiqiy jonivorni qarang akalar. Mana. Qo'chqormisan, qo'chqor aka. Jaloliddin aka, buni yosh oyligi qanaqa, bo'ylari qanaqa? Bo'ylari 80 Mana plus ko'ramiz. razrezlarni qarang. 80 plus. Yoshlari Yani qo'zicha narsa bu chisalaliga qarang. hali qo'zi ekan jonivor. Qaranglar akalar, hali voyaga yetmabdi. Mana. Xudo xolasa akalar, buni ekitishga chiqqandan keyin holati ideal bo'lib ketadi. Mana jonivorlar. Qarang. Haqiqiy akalar kelishgan, hamma yo'qlari zo'r, quloq, oq yuz. Afg'on arashanmi bu, Jaloliddin aka? Endi afg'on arashan gibrid. Afg'on arashan gibrid. Mana jonivor. Qaranglar akalar. Toza Qirg'izistonni qo'ygan. Toza Qirg'izistonni qo'y, o'zi tozaligi bilinib turibdi akalar. Mana. Akalar, mana jonivorni qarang, yuzlarini, quloqlariga bittadan ahamiyat berib qo'ysizlar. Mana hamma yo'llari kelishgan. Oldidan ham bir ko'rsatib o'tib ketay. Mana jonivor. Hamma yo'llari cho'tga kelgan ekan jonivorlar. Mana. Dumba razrezlari ham osilib ketmagan, xudo xolasa. Zot yo'nalishiga qiziqadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Narxi yo'lida bo'ladi degan umiddaman. Inshaalloh. Mana, Jaloliddin aka, buni narxi qanaqa bo'ladi aka? Narxini to'g'risi buni telefonda kelishamiz. Narxi telefonda kelishadi-da. Bitta balandroq bu narxi o'zimizga ham qimmatroq ekan. Mana, jonivorni qarang akalar, haqiqiy. Telefon qilasizlar, xudo xolasa, narxi yo'lida bo'ladi. Qo'shqoringizni qo'yavering-chi. Mana, jonivorni qarang akalar. Qo'y Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibdi. Kelib ko'z bilan ham ko'rib olaverasizlar. Jonivorni qarang akalar. Mana. Narxi telefonda kelishamiz deyaptilar. Xudo xolasa akalar, telefon qilinglar. Inshaalloh ishlaring bitadi. Mana, jonivorni qaranglar. Oyog'ini qayergadir uryapti, sal Lahsalar. mana. O'tib ketadi. Mana, jonivorni qarang akalar. Haqiqat toza narsani ishqibozlari bo'lsa, shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Jaloliddin aka, endi bugunga shularmidi? Bugunga shular ekan jonivor, mana. Bugunga shular. Videolarimiz sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.